أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik biraderler, bu katımki yine programımızga yine hoş geldiniz. Bizdeki bu katımki programınınki asası mezmunu, yani ihram bağlap boğandan keyin bir adam yolda yani kâgi berişqa şu jaryanida to'sib ketdi. Yani bu qanday bo'ladi? Mana bizniki dersimiz asasen mushniki ustida bo'ladi. Yani bir adam yoki uydan chiqqan vaqtning o'zida, yoki bo'lmaydi miqatga kelgan vaqtning o'zida, yoki bo'lmaydi miqatniki kelmay turib qanday bir yerda bir adam ihrom bog'labdi. İhram bağlagandan keyin qarab baqsamdi, shu ihrom bog'lagan joy bilan endi bu haramniki Ka'baninki orlig'i yiroq. Mana shu berib bo'lishlik jarayonda bu adamniki shu hajini ado qilish mana bir qancha to'salg'i ishlar yuz beribdi. Masalan, şu adamniki şu ihram bağlap bo'lgandan keyin yo'lni düşmanlar to'sibdi. Mayli o düşmanniki o'zi kafir yoki musulmon tarafdan bo'lgan mesela urush talash, mesela shundaq majramasi ba'zi bir urushlar bo'libdi. Bo'lgandan keyin bu yo'l, ya'ni ajdiki yo'li ihram bağlap bo'lgandan keyin bu to'sib ketdi. Ammo ihram bağlashligi oldidan, tabii ihram bağlamabdi, ammo niyat qilibdi, haj qilaman deb bu adam uydan chiqibdi. Bütün şingni binaskara tayyorlik qilib, ammo ihrom bog'lamabdi, niyat qilmabdi. Niyat qilmay o'chani o'zida shu yerga bog'chilik orliqda yoki ihrom bog'laydigan yerga kelgichlik orliqda o'chani o'zida bu odamga to'salg'i uchrabdi. Yoki to'salg'i uchrab, ya og'rib ketdi deydi. Yoki bo'lmaydi hokimiyat, kofir hokimiyat tarafdan buni to'sib ketdi. Ya tahdid uchratibdi. Ki agar ajga olsan sen meni musodir qilyapmiz, anda kuvvetimiz, manda kuvvetimiz, fakir evatimiz der. Mene uçanın yüzüde undaq olsa bu hazırki biz demek olan bu hükümün içine kirmeydi. Ama o adam endi ihram bağlap bo'lgandan keyin, yani miqat kelgandan keyin yoki miqat kelmay turib bu adam ihram bağlaptı. İhram bağlagandan keyin bu adamga endi şu hajniki faoliyatini, haj farz ibadetini ado qilaman desa bu yerda to'salg'i uchrabdi. To'salg'iniki nemisida yoki kafir düşman to'sibdi. Kafir düşman u yer mag'zumabdi, yoki bo'lmaydi u odam bir kasal bo'lib ketdi. Ya'ni kasal bo'lib ketdiki, u odam mang'olmaydigan bir holat chiqib ketdi. Ya'ni bir yeri o'shda ketadigan, mang'olmaydigan o'zi yoki bir ishlar bo'lib ketdi. Yoki bo'lmaydi u odam bilan yeni qiyaniki orlig'ida deydi, hozir hamda ayir falan mashin bo'lib ketgandan keyin bu ish balkim kirmaydi. Yirtqich hayvon bor ekan, ya'ni yirtqich hayvonlar yo'lni to'sib yetgandi. Ve tuş imkanı yok. Yoki bo'lmaydi o adam qanday bo'lgan xato bir ish jahdidin ya ma'lum bir ish jahdidin ihrom bog'lab bo'lgandan keyin ofirib bu odamni bir hokimiyat yoki g'ayri tarafdan buni so'lab qo'yibdi. Yoki so'lab qo'yibdi, yoki bo'lmaydi bu haj qilmoqchi bo'lgan kishiniki o'zi ayol ekan. Ayol bo'lgandan keyin ihrom bog'lab bo'lgandan keyin bu ayolga mahram bo'lgan ata mesela inilere, aka inilere yoki otasi yoki bo'lmaydi endi bu ayolniki iri ülüp ketdi endi. Mushunda ülüp ketgan bo'lsa, meni yoki bo'lmaydi shu odam ihrom bog'lab bo'lgandan keyin endi. Ihrom bog'lab bo'lgandan keyin shu hajniki faoliyati qarshi orliqda meni yashlaydigan nafaqasi yo puliniki o'zi men u yerda yo'qolib ketibdi endi. Yo pulni o'g'irlab ketibdi deydi. Uningdagi hammani o'g'irlab ketibdi. O'g'irlab ketgandan keyin u yerga boray desa, qoya yetadigan pul yo'q endi. Yoki bo'lmaydi bu odamniki o'zi mesela uloqqa minib ekan yoki ot, yo eshak, yo to'giga shu ihrom bog'lab bo'lgandan keyin qarab baqsa yo'li bir yerga borgan o'zida ya şu minib mağan şu ulug'iniki o'zi mana ya o'lib ketibdi, yoki yo'qolib ketibdi, yo o'g'irlab ketibdi. Men manga desa bir narsa yo'q. Yani mushar qilib mana yo'lni to'sib ketdi. Yoki bo'lmaydi bu adam men ishdan ojiz chiqdi. O adam ihrom bog'lab bo'lgandan keyin ihrom bog'lashga manga degan
Onundaki men kısa bu adamı afırıp bana maydan olup kettemdi. Bana maydan olup kettim. Ya ki yoldan ezip gitipti. Yani yoldan ezip ihram bağlap boğandan keyin haram müşahede edip durup bu adam yoldan ezip bana may o haramda tapamaptı. Ya ki bulmaydı mene bu ayağındaki üze perz həcne qıpıptı. Perz həcne qıp boğandan keyin ikkinchi qata haj qilmoqchiga bu haj o ayolga nisbatan nafli. Nafli boğandan keyin yeri o'qib buni yeri tusibdi. Sen haj çok qilmaysan, haj qilmay yenib kel degan bo'lsa, men bu chanın üzüde mene şu ihram bağlap boğandan keyinki tosalgı boğan ahval boğan bo'ldi. Biz mushniki üstüde to'xtalamiz. Endi bir ayolniki haj qilishdagi o'zi u farz. Bu farzini ado qilishda iri to'sa qat'iy bo'lmaydi. Qilavergandan keyin uçanı savab bo'ladi, ammo to'sqanga nisbatan iri gunohkor bo'ladi. Ammo nafla ro'za bo'lgan bo'lsa, uçanın o'zida nafli ro'zini nima nafla haj bo'lib qolgan bo'lsa, farz hajni qilib bo'lib, uçanın o'zida iriniki buyruqi bo'ysunib, ondan keyin haj qilsa qilmasa qilmaydigan gap. Endi mushunda bo'lib endi bu ayolniki o'zi farz hajni qilib bo'lgandan keyin bir qancha qat haj qilib, ham nafl hajni qilib degan eri qo'pib, endi qilma debdi ihrom bağlab bo'lgandan keyin o ayol. Mene mushundaq bo'lib bo'lgandan keyin mushtaq vaqtning o'zida mene bu kishilar qanday qiladi? Haj qilgan vaqtning o'zida mene mushtaq ishlar yuz bersa, mene biz o'tganki darsimizda hajniki yüzüne biz 3 xil bo'ladi dedik. Haj ifrat, haj tamattu, haj qiran. Eğer şu ihram bağlagan vaqtning o'zida bu odamniki yüzü haj ifrat qildigan odam ekan. Yani haj ifrat qilaman deb ihram bağlab hammani çok qilgan. Qilgandan keyin ihrom bağlab bo'lgandan keyin yo miqatni o'tib yoki miqat kelishga oldi ihrom bağlab bo'lgandan keyin ihromni kiyib bo'lgandan keyin yuqori ishlar yuz bergan bo'lsa, men bu odam shu vaqtning o'zida darhol bir qurbonlik narsani meni haramga evatidandi. Darhol shuning o'zidan, ya'ni qurbonlik bir qonni hadiya bo'g'izlaydigan eng tövini, mesela qo'y, paxlan 6 oylik eng cho'ng bo'lgan, uniki yuqorisi to'gan. Men bu narsani men haramga evatidim. Eğer yüzünü evatish imkon bo'lsa, eng yaxshi yüzünü evatidim. Eğer o adamga nisbatan yüzünü evatish imkon yo'q, uçanın o'zida bu adam pulni shu yerda qancha pulga bir qo'y keladi, qancha pulga mesela kal qilandi, to'y qilandi. Mana bunga nisbatan qancha yani pulga mana bu kala qo'y keladi, pulni evatidim, buni qiladi. Ya o adamniki o'zi hacı temettu, hacı kıran qilmoqchi olan adamken bu chanın o'zida bu adam qanday qiladi? U chanın o'zida bu adam endi ikki dona qurbonlik qiladigan, men ikki narsani evatidi. Ikki qonni, ya'ni ikki qonga qiladigan mushuna bir narsani evatidi deydi endi. Ikki narsani evatib, chunki endi haj qiron qilmoqchi bo'lgan adam ikki ibodat qildi. Birisi haj, birisi umra. Ondan keyin haj tamattu qilgan adam mana ikki ibodati qilgan bo'ladi. Birisi haj, birisi umra. Endi haj ifrat qilgan odamniki o'zi faqat haj ifrat qilgan bo'lgandek buni evatidi. Agar bu haj qilmoqchi bo'lgan odam bo'lmay, agar umr qilmoqchi bo'lgan odam bo'lsa, men bu yuqoriga o'xshash ishlar yuz bersa, uçan o'zida bu umr qilgan odam ihrom bog'lab bo'lgandan keyin yuqori ahvollar yuz bergan bo'lsa, men bu odam bir qurbonlik qiladigan narsani evatidi deydi. Evatib qanday qiladi demdi? Bu adam ihromni bağlı demdi. İhrom bağlab bu adam men evatgandan keyin yoki imkon bo'lsa shu bo'g'izlaygan narsaning yüzünü shu yerda evatidi, yoki bo'lmaydi bu adam shu yerda qanchalik narsaga endi qo'y qancha pul, kala, to'gan, meni qancha pul o'chki deganida buniki bahosini o'qib shuniki pulini evatidi. Evatgandan keyin shu evatguchi odamga şu yerdeki adamga eğer aloqa qilish imkon bo'lsa, men hozirgi davrda osonlashib ketdi. Mana shu chanizda shu odamga deydiki, mana falon vaqtning o'zida sen shu pulga yoki shu narsa, shu qurbonlik qilgan narsa men shu yerga yetib bordi. Shu kunniki o'zida sen buni bo'g'izla deydi. Ya'ni muayyan bir kunni tayin qilib berdi o odam. Tayin qilib bergandan keyin mana tayin qilib bergan vaqt o'zida bu narsaniki o'zini bo'g'izlash haramniki hududiniki ichida bo'lishi kerak. Ammo aslida bu hajniki yilqi hadiyasi qurbonlik qilgan narsa nahr kunda bo'lishi kerak. Ya'ni 4 kunning ichida 10, 11, 12, 13, 13 kunniki namozga erkakchilik bo'lgan orliqda men bu chog'da bu qurbonlik yo'q qiladi haj qilgan odam. Mana
Şu aşu yılık tusup qalğan şu adamniki qurbanlıq qılmaqçı olğan nəsniki üzün nəhri günni saqlab turmay, yani həcniki 11-ci günni mene saqlab turmay, unudan keyin burunğa berip boludu ki o adam. Mesela Zilqadiniki 1-2 günü berip boludu iken, anda oğandaki şu gün o adam tayin qilib, mene o nəhri qıldan gün kəmisimi, mene şu günni sen buğuzla deydin, buğuzla degendeyken şu can üzüde mene o adam buğuzlaydı. Buğuzlap bolğandaki bu adam andaki şunu olan şu gün üzü şunu qıp bolduq dep, o yerdə o adam ihramdan çıqadamdı. İhramdan bu çıqıdı. Endi bu buğuzlayğan nəsildiki üzüne, mene haramda buğuzlamay endi. Hudud, haramniki hududun içinde eğer hillida, yani haramniki u tarafı var, mene hilli dep atayımız, miqatniki içi, haramniki hududuniki sırtı. Mene bu haramsa bu haram Kabe, Kabe'nin etrafı var. Ömer etrafını hemmini neme qilib, chigiri qilib Peygamber sen bak etken, mene haram deb qilgan bir hudud, mene bu hudud oludu, bununki u tarafını yil deydi. Eğer bu adam şunda qurbanlığınki özünü bu haramniki hududunun içiga buğuzlamay, onunki sırtını buğuzlap qo'ygan bo'lsa, bu qat'iy durust yo'q emas. Qat'iy durust olmaydi. Durust olmay, haramning hududuniki ichida shu kirib Kabe'ga, haramga, Makkaga, mene hududun içida andaki buğuzlaydi. Bu adam endi şu qurbanlığını şu günde yılık evetken adam buğuzalık sebeplen o adam bütünle işten hemmeden halal oldu dendi. Yani ihramdan çıkıdı. Onu ki o adam kandak iş kısa normal buludu. Mene şu qurbanlık kıp boğan kadar o adam mene ihramdaki işçide durup kırış men'i olğan, tusulğan kılık vakti mene yukarıda biz dersimizde dep ötken mene bu işte kırışka katli olmaydı. Endi bu adam endi mene tusup qaldı. Tusup qalğandan şunda bir qurbanlıq qılınğan, qan qılınğan bir nəsəçi evetdi. Evetkendikin kunni tayin qilib berdi. Kunni tayin qilib bergandan şuna ona bu adam ihramdan chiqdi. Endi qanday qildi bu adam? Bu adam eğer haj ifrat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, uçan üzde kelerjide, mene kelerjide şu qilmoqchi bo'lgan hajniki qazosini qildi. Haj ifrat qilgan adam, haj qilgan ifrat qilgan adam bir haj onu koşup bir tane ömürde kıldı dendi. Bunda kazası kılıdı. Eğer meni bu adam ömürden şunda ömür kılmakçı iken şunda tusuluş ehval yüz beripti. Yüz bergen bolsa bu adamniki üze men ömründeki kazasını kılıdı kelerjili. Eğer bu adam hac kıran kılmak kıptı. Hac kıranға ihram bağlaptı iken hac temettuğa men bu adam kanda kıldı kelerjili. O kılamıgan hacniki kazasını kılıştan o adam 2 tane ömür ve 1 tane hacni kıldı dendi. 2 tane ömür kıldı degen, men hac kıran adam, hac temettu adam, men hac temettu adam ana ömrünün faaliyeti kılıp ya ihramdan çıkıp yine anedeki 8. gün saklap anedeki şu ihram bağlap anedeki hacdeki faaliyeti kılıdı. Men bu adam hac temettu adam şu birinci katı şu ömrünü kılıp bolğandan keyin ikinci kata yine şu ömrünü kılıp yoki tanim yoki çıkıp ihram bağlap yine bir kata ömür kılıp anedeki hacni 8. günü mene kılıdı ihram bağlaydı bunu ona tamamlaydı. Mene hac temettu adam. Hac kıran adam mı? Mene bunu çoğu bu imkanını muştakçı kılıdı. Eğer bu adam emdi yolu tusup kaldı, uruş vaken, tosal vaken, iki taraf uruşup gittikken, hacla baramaydıkken, ya kesalıp kaptı, ya ağırıp kaptı, ya bir işip kaptı, ya iri ülüp gitipti, ya ki mehremi ülüp gitipti. Onun kartayı aks kipti, ya bir tukkunu kip kaptamdı, aki inirleri. Uçan üzüdendi. Eğer şu yıllık hac faaliyet tügen kadar aşında işler yüz bergen bolsa, eğer o adam derhal men aşı evetken aşı yıllık kan o adam yetişip alalaydıkken. Yani bu işin evetlikte 3 gün bola bombayla o adam kesilip uttam kaptı, yol eçilip gitipti o ya ki ayalıp kalgan bolsa o adamdaki inirlere bir tukkunu çok çıktı. Kelgen bolsa derhal o yer şu adamlarga şu evetken aşı qurbanlık kanğın yetişip alalaydıgan men imkan bolgan bolsa uçanızda derhal o adam turmay hac qilishga yürüydü. Şu canızda hac qilish yurgandikin o adam yani qurbanlık qilgan narsani men tep berip men o qurbanlıkni yani 10. günü men şu Milan'daki faaliyeti qilib bolgandan keyin anadeken bunu çok qildi. O eğer o adam endi tepish imkanı yok. Mene tepish imkanı yok olgan bolsa uçanızdan aviyatı degenimizde derhal o adam ihramdan çıkıp kelerjili anadeken şu şekilde anladıyken hacni çoğu kazasını kılıdı. Endi
Bu adam endi ihrom bağlab bo'ldi, hajlik qildi. Biz endi yuqorida darsimizda endi hajlikning rukunlari va uniki vojiblari deganlikki ustidan meni to'xtaldik. Hajlikning rukuni 2. Birsi Arafat, yen birsi 13 kuni qiladigan tavofi ifodat. Mana bu hajlik asosiy 2 dona rukuni. Ya'ni bu rukun asosiy hajlik rukuni bo'ladi. Qolgan faoliyatning hammasi buniki qo'shimchalar bo'ladi. Masalan, vojib, mesela sünnet, mushaf bo'lganda bu qo'shimchalar endi. Eng muhim bo'lgani bu rukun bo'lgan 2 dona mana bu faoliyati va mana qolganlari mesela shayton tashitish, muzdalifada turish, deganidek qurbonlik qilish va kaza deganlarniki hammasi vojib emaslar. Endi bir odam mana 2 rukunniki birsini u odam qilib ketdi. 2 rukunniki birsini mana 2 rukunniki her ikkalisi qilmoqda. Mesela o adamniki o'zi deydi ihrom bağlabdi, bağlagandan keyin endi ömür qilman deb yurib faoliyat qilib 8 kun ihrom bağlab olib turib, shu Minoga chiqqan vaqt o'zida men Mina Arfatga boramiz degan vaqt o'zida Arfatga chiqamabdi. Arfat chiqamay, yeni shuning bilan birlikda o adam Arfatga chiqamagandan keyin o adam og'rib kelib, o'ysib kelib yoki mangamay mushunda bo'lib kelib, o adam anadagi tavof ifozatni qilmoqda shu ihromning ichida turib og'rib yetib ketdi. Qan bo'lsa uçan o'zida mana shu yuqorqi, ya'ni haj qilishda to'silgan ish yuz berdi bu odamga deb anadagi bu odam ya'ni kelar yili qaytadan hajjo qan bo'ladi. Agar bu odamniki o'zi, mana bu odamning o'zi hajniki 2 rukunniki birsini qilib, birini qilolmagan bo'lsa, uçan o'zidan uçadı to'sib qoldi. Haj qilishda to'sqinlikqa uchirdi deb hisoblanmaydi. Hesaplamay uçadı haj bo'laverdi. Masalan, o odamning o'zi masalan Arfatga tura olmabdi. Arfatga chiqaman deb shunda ihrom bog'lab bo'lganda, o odam chiqaman deb 8 kun Minoga chiqqandan keyin o 9-kunda Arfatga olmaymiz deb to'g'ri vaqtida yiqilib ketdi. O ishni uqmabdi palach. Unda o mangdigan odam yo'q. Uçan o'zida bu odam mana shu 9-kuni tugagandan keyin elchi anadan keyin mana 13 kun bo'ldimi? 13 kun saqib ketdi. Saqib qolgandek bu odam tavof ifozatni mana qilgan bo'ladi. Men tavof ifozati qildi, ammo Arafatni qilamdi, uçan o'zida ihsor deb hisoblanmay, men o odamniki hajji shu bo'lgan bo'ladi. İhsor deb hisoblanmaymiz. İhsor deb hisoblanmay, haj mana tamom bo'ldi deb hisobcho qilinadi endi. Bu bunda bo'ladi. Shuning uchun biz endi bu ishlarniki ko'pincha endi burungi davrlarda bo'ladi, qatnash taraqqiy qilmagan. Şu davrlarning o'zida uçan o'zida piyoda menib, ulaq qariga minib, aruga minib, ashundaq mengib yurib qilgan ketdi. Hozir endi aeroplan bor. Masalan, mashina bor. Men aeroplanda bir qancha soatda, mashinada bir qancha soatda nemeniki miqatning ichida bora oladi, to'sqinlik asosan bo'lmaydi. Endi bu kalishanda ihrom bog'lab bo'lgandan keyin ashundaq mesela aydırımda bir işler bo'ldi ya bo'lgandiki ciddi olgandan keyin ma'lum bir ishlarniki yuz o'lishi, yuz berishi yoki quruq tubaga vaqt o'zidan shu miqat kelgan vaqtning o'zida ihrom bog'lab bo'lgandan keyin yo'l orlig'ida shuning berib olishi masalan urush vaqan yoki hokimiyatni to'sib olgan mushunda ishlarchi bo'ldi endi. Bu ish shu chog'da yuz berdi, ammo mana uningki g'ayrichi yuz bermaydi. Shu bu masala endi hajniki faoliyati mush shaklda burungi davriga ko'proq qartiladi, ammo bu davrlarda bundan ishninki yuz berishi ta'sirroq bo'lishi mumkin, ammo jamiyat bo'lgandan keyin bu ishlar bo'lmaydi deganicha bo'lmaydi endi. Chunki hozirgi davrda haj qilishniki o'zi nihoyatda pek osonlashib ketdi. Endi qurbonlik qilish masalasi dedik. Qurbonlik, ya'ni agar odam to'sib qolgan bo'lsa, bir qon qiladigan bir narsani, masalan, haj ifrat qilgan odam bir qonni, haj tamattu yoki bo'lmaydi, haj qiron qilgan odam 2 qonni dedik. Ömür qilgan odam to'sib qolgan bo'lsa, bir qonni avati dedik. Bu qon degan nima? Bu nimani dursa bo'ladi? Mana buni hadiya deydi. Qur'onniki islomiy talaffuz bo'yicha haj qilmoqchi bo'lgan odamniki o'zi qurbonlik qiladigan yiliq molniki ismini hadiya deb atadi. Ya'ni qurbonlik qiladigan mol. Qurbonlik qiladigan mol qanday mol bilan dursa bo'ladi? Shu haj qilgan odamniki qon qilmoqchi bo'lgan yiliq meni normalda qurbonlik qiladigan mol qanday mol dursa bo'lgan bo'lsa, bu dursa bo'ladi. Mesela qurbonlik qilgan molniki, masalan, molniki asosan 2 yillik bo'lishi kerak. To'gi bo'lsin yoki kala olsun, yoki qo'y olsun, bu 2 yillik bo'lishi kerak, o'shki olsun. Va uni boshqa
qo'y yoki o'shkib qo'yib qoladi ekan, paxlan bo'lgan bo'lsa 6 oy. Bu boshqa narsa topolmabdi, ya semiz ekan u. 2 yillik qo'ydak shunday semiz. Bunda bir paxlan bo'lsa, o'chat qurbonlik bo'ladi. Endi qurbonlik bilan ash qon qilmoqchi bo'lgan odam, haj qilman deb to'sib qolgan odam, men bu shaklni cho'ng qildim. Qandiki xo'sh, endi bu narsa bo'g'iz odamdi. Bu qurbonlik qilgan narsaniki ustida hozir, mana shuniki ustida to'xtalamiz. Endi bu odam shu qurbonlik qildim. Haj qilgan odamniki o'zi men qurbonlik qilmoqchi bo'ldi, tamattu, masalan, qiron qilgan odam qurbonlik qilish vojib. Qurbonlik qilmas bo'lmaydi. Mana shu qurbonlikqa odamniki o'zi shu bo'g'izgan, shu qilmoqchi bo'lgan bo'g'izga shu hayvonniki go'shini, qurbonlik go'shini u odam yesa meni bo'ludamdi. Shuningdek endi agar keyin berib bu odam endi haj palib tugagandan go'shlar borkanda, o'shaning o'zida bu odam meni shu qonni qon aşı qurbonlik narsadagi go'shini meni yesa, meni bu durust bo'ladi. Undan boshqa bu odam mana shu haramga borgandagi bo'pti, men g'ayrat miskinlarga men nafs tariqasida men qurbonlik men sadaqa qilgan kishi deb o'shaning o'zida meni u odam meni shunday ishlarni qilib qilsa, bundan ma'lum darajada meni yesa, meni bu cho bo'ladi. Endi bu haj qiron, haj tamattu qiladigan odamniki qurbonlik qiladigan şu vaqti jazman nahr kuni bo'lishi kerak. Nahr kuni degan 10, 11, 12, 13 kunning namoziga kelsak bo'lgan orliq nahr kuni deb hisoblanadi. Mana shu kunda bo'g'izlash kerak. Ya o kundan keyin yoki o kunniki oldida bo'g'izlab qo'ysa, mana qat'iy dursolmaydi. Endi bu odam endi bu qurbonlik qilgan bu mol, mana haj qiron, tamattu yoki to'sib qolgan odam. Mana mushundaq mana bu odam mushunda qurbonlik qilmoqchi bo'ldi ekan, men shu qurbonlik qilgan molniki o'zini haramniki hududiniki ichida bo'g'izlash kerak. Haramniki sirtidan chanmay turib u joyniki o'zida bo'g'izlashniki o'zi bu qat'iy dursolmaydi. Haramning hududining ichiga kirdi. Eng yaxshi Mina endi. Mina bo'lsa yaxshi. Bu haramniki hududiniki ichida mana shu jiddiy kelgan vaqtda Qur'on bor hozir yo'lda. Şu haramniki hududu başlandı ciddi taraftan. Meni Arafat tarafdan Arafatniki ma'lum bir qismi haramniki ichiga mushunda oyinlik nima qilish, shuning ichida meni bo'g'izlash kerak. Mayli haj tamattu qilgan, haj qiron qilgan odam yoki masalan qurbonlik shundaq hadiya, masalan nima qilib ketdi, to'sib ketdi. To'sib qolgandan buni qurbonlik qilish kerak, qon evatish kerak. Mana shu qurbonning o'zini haramniki hududiniki ichida qilish kerak. Uniki sirtidan kısa, mene qat'iy, mene durust bo'lmaydi. Mene bu odam endi shu narsani haj qiron, haj tamattu odamniki o'zi, mene bu narsa qurbonlik qildi. Qurbonlik qilgan, masalan, to'ga yoki kala yoki bo'lmaydi, mushunda bir narsa bo'lgan bo'lsa, uniki og'amcha, noqta va undan boshqa ega bilas keraklarchi bo'ladi. Mene bu narsaniki o'zida bu odam man qurbonlik qilgan, maniki og'amchisi, noqtasi yoki egasi yaxshi deb o'tirib, o'shaning o'zida buni evasi bo'lmaydi. Onu kurban qilgan derhal hammani sadiq qilib g'arib miskinlarga beradi. Mayli og'amchi so'lamdi, egasi so'lamdi, mayli uniki turmush soladigan mush argil deganidek, nuqta deganidek unga aloqador bo'lgan narsaning hammani u odam unisini cho sadiq beradi. Endi u narsa bo'g'izgandan keyin agar u odam yuzi bo'g'izgan bo'lsa, aslida bu haj tamattu, haj qironqa odamniki o'zi qurbonlik qilish kelgan bo'lsa, men o'chan o'zida bu odam yüzü bivasita, yüzü qurbonlik qilish, bismillah akbar deb bo'g'izlash bu eng yaxshi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men yüzü bivasita, men bir qancha meni to'g'ini yüzü bivasita bo'g'izlagan, bu yüzü bo'g'izlagan yaxshi. Agar u odam endi qurbonlik qilish, ya'ni bo'g'izlash nimasi ubdan qila olmaydi ekan. Uni o'zi ikki bir odamga kapo vakil beribdi yoki pulga qildiribdi. Pul qilib qassoblik ekan, qassob mana shu pulni qilsam qilib beraman deb o'shaning o'zida endi shu qassobga pul berish kerak. Pul hamsi qilib bermaydi. Ondan bo'lgandan keyin qassobniki ajrini jazman u odam shu qurbonlik qiladigan ash molniki g'ayridan berish kerak. Uning ichida men qurbonlik qilgan meni mana to'yga bilan qo'yvatdi, kalyapti. Buning bir butun berasniki ish shakllarga desa bu qat'iy durust emas. Buniki g'ayri bo'lgan o'zi yanchug'dan ayrim pul chiqarib buni cho berdi. Anladın mesela anladın belsa qat'iy nima emas bu durustchu emas. Endi birisiga aytgan bu qurbonlik qilgan odam aslida haj qilgan tamattu yo qiron qilgan odam ilojki bu odam o'ziniki shu billa qurbonlik qilgan narsani epmenish kerak billa haydab. Nimishqa
Çünkü kurbanlık kılıman dep, haj qilib kurbanlık kılıman dep aş epmağa adamniki üze, meni kurbanlık qan aş mal yigen, aşı işken, mağan näsiniki savabı hammasi qanchalik ot yegan bolsa, qanchalik shunda bir tezahligan bolsa, hamma narsa hasanatniki qatorida bo'lib, bu adamniki hasanatlarniki qatorida yeziladi. Eng yaxshisi bu endi. Eng yaxshisi bu. Eğer bu jarayonda eğer shunda qilib ketdi, shunda qilib qolgan bolsa, shunda qurbanlik qilmoqchi bo'lgan adam mana shu molniki o'zini shu o'ltirgan qadar minishki bo'lmaydi. Eğer zarur qolgan bolsa, o adamning boshqa minadigan bir narsa yo'q, ammo mengishga imkon yo'q, yerib qoldi, yo puti og'riydi. Uçanın o'zida o adam shu yil qurbanlik qilmoqchi bo'lgan, shu to'gan yoki bo'lmaydi, shundoq bir narsani, masalan, o adam o'ziniki ehtiyoji qadar minadi. İhtiyaç kadar menüdü. Devamlılık menü olmaydı. Yine mangudu. Eğer put ağrıp gelse yine menüdü. Yine devamlı menü olmay. Zörür. Kançılık olmaz. Şunçılık menüdü. Onun deki katte menüşki olmaydı. Yine birisi kanıdıyken bu kurbanlık kılmakçı olan nersindeki üzü mesela tögedeydi. Mesela çiş tögeyken çiş tögüneki üzü eğer o tögüneki üzü kurbanlık kılmayan da ihram bağlaşıp etmeyiptiken o adam bunda tögüneki üzüne ya kala binası olan bolsa bununki sütünü sevişkan, katte bulmaydı. Sütünü sevip içike bulmaydı. Şundan çok kalıdı o süt. Bundan çok bulu demdi. Şimdi şu yıl kurbanlık kılmakçı olan nesildeki üze, mesela naydı çok yoldaki itip verip ya kuluğa ya putup aksaydıgan bunda bir şekilde bu gitip demdi. Bu yılki malniki üze eğer vacip, haj temettü, haj kıran kılıdığan bir mal olan bolsa, uçan üzüde bek yılık malniki yılık kala yoki tögen yoki qo'yniki üzü haddidan ziyada bek eyip bo'lib ketibdi. Ya'ni u kala u tögeniki üzü saq bo'lsa, masalan, manchiplik oldi, hozir buni manchiplik oldi deb, buning bahası da şu sebepten eyip bo'lib ketganlik sebebinden buniki bahası bek igizpas bo'lib ketibdi. Bahası bek ta'sir qiladi ekan. Bunda bo'lganchani üzüde men bu adam buni darhollikka tegishtirdi. Onu tegishtirib deb, onu ya bu setip, onunki o'rniga eğer üzün yeni doğan bolsa, onu ona yeni beni setlep, şunu kırıpçı, onu yapmalı demdi. Onu ya setip adıdı, ya ki yeydi, onu kılıdı. Endi bu eyip boğunu, uçadı eyip dep ayrılıp kalgan olsa, o adamniki yüzüge hesaplanıdı, yüzü hesaplanıp, yüzü meyli, kanındakısı meyli. Onu tegiştirdi. Ama vacip olmayan nersi olgan bolsa, uçanın yüzü de mesela sadaka, mesela neft kılay bu garip biz kılgan bir sadaka yüzüden ve kurbanlık kılay dep şu kurbanlık kitip verip kaçağının yüzüde ya ki bir kuluğu mesela çüp getipti ya kesilip getipti ya putu aksap ketipti ya ki bir közü qoruğup qarıp ketipti. Mene çoğun bir eyip boğan boldu. Bu çağın yüzüde bu kurbanlık kılgan bu malniki yüzü bu vacip boğan bir kurbanlık emesken. Normal nefli iken. O çağın onu çok kımısınmaydı. Ama kurbanlık meselesi kelgen vakti yüzüde mene kurbanlık mene uçan üzerinde kurbanlık kılgan mal olgan diken cezmen onu tegiştirip onunki ornuğa sahne kırışçı gerek. Yani bundan da kurbanlık kırışta mesela mene en yukarısı nemiz tövünü 2 yıllık tutup koy paklanıp kalgan bolsa uçan üzerinde en yoğan semiz kalgan bolsa 6 aylık tutup kurbanlık kılgan malınki üze mesela eyip bolsa olmaydı. Eyip hayvanı kurbanlık kırışka bulmaydı. Bir kuluğu yok, küze mesela moho, saran mesela diğerleri de bunda bir koylanı meni kurbanlık kılış bulmaydı endi. Yani eyip bolgan bunda bir hayvanlık kılışka bulmaydı. Şunu da endi bu yılki kurbanlık kılgan meni kallamı muştaqçı buluş gerek endi. Bunun için buluş gerek, bununla dikkat kılış gerek. Hoş yeni bir mesele var endi. Hazır endi hemmadan hazır endi istiqbal yani haber o nemesi uçurazda terakki kılgan devri olgan bolgan diken qaysı günü qaysı olganlık bir meselesi oludan. Hazırki gündə de Arafat qaysı günü bolganda, qaysı günü emasdı deydigan muşunda bir ixtilaf var. Hazır hem de aldın ala bunu belki buludu bazı devletlerde, bazıları yine ayı yine qaraydı. Hem de ayı qarab hava uçup olsa uçadı ene qılıdı. Eğer hava tutup qalıb, mesela şu adam bolgandık bolmaydı degen olmaydı. Hem de bu adamdan qarab turib hem de bu yılki Arafat turuptu da 8. günü de oturup bu adamın üzemdi. Bu işte bolmaydı degen olmaydı. 8. günü çıktık dep 8. gün çıkıptı 9. gün Arafat turuptu. Arafat tuğan diken o yerdeki etrafdaki bir qancha kişiler cemaat olup guvalık verip ya bugün günü Arafat emas. Bu 8. günü bu.
ati arpatdi deb guvohlik bergan bo'lsa, o'shan o'zida bu odamning guvohligini qabul qilinadi. Bu odamning guvohligini mana qabul qilinib, shu chan o'zida bu mana jiq odamni shuna guvohlik bergan ekan, o'shan o'zida bu odamning guvohligini qabul qilgan ekan, bu odamning shu arpat kuni 8-kun hisob deb hisoblab, andi atsan 9 kunda 9-kun hisoblandi. Buni hisob bunday hisoblaymiz. Ammo u arpatdan keyin mana arpat bu bo'pti, 10-11 kun bo'pti. Bu bo'lgandan keyin bularni shu yerda haj qilibdi-dan, yen sirtdan kelgan bo'lgandan keyin. Ammo yerga odamni qo'yib, "Voy, bu arpatga siz mancha kuni qilib ekansizlar." Mesela palani kuni, u kuni arpat kuni emasdi, o'sha oy chiqmaganda, biz oyning palani kuni ko'rgan, u kuni 8 to'g'ri keldi. Ammo bu bo'lmadi desa, o'ziniki guvohligini mana hargiz qabulcho qilmaymiz. O'shan o'zida, shuchan o'zida ular mana 9-kuni arpat kuni mushu deb gumon qilib, ya'ni o'zida shundoq ishilib, ashli qandikin o'ziniki haj bo'ladi endi. Arpat bo'lgandan keyin ashunda voy bu 8-kuni o'qib qo'ydinglar deb guvohlik bergansiz qabul qilmaymiz. Ammo shu 9-kunniki o'zi turib, tehi bu 8-kuni deb shu kunning ishi turib, adite deb guvohlik bergan bo'lsa, uni qabul qilib, buni 8-kun deb hisoblab, minog'i berib, ani qaytadan 9-kunani arpatga kelib, buni bundaqcha bitirib qo'yamiz. Endi bir odam shundoq nazar qilibdi. Nazar qilib qanday qilibdi? Bu odam men vallahi billahi men hajga piyod men haj qilgan kishi deb mushtaq qasam qilib mushtaq qilibdi. Bu chanizda bu odamdan qasam vafo qilish kerak. Agar shu qasamiga vafo qilgan bo'lsa, o'chaning o'zida bu odam shu haj qilish jarayoni qilib bo'g'ish jarayonida bu odam qo'pib bir qator mashinaga yoki uloq qariq binasi chiqib qolgan bo'lsa, men bu odamniki mana shu qasamiga vafo qilgan bo'ladi. Bu durust emas. Agar shu odam shu chanın üzüde men vallahi filan piyad meyip ben haj qilgan kishi. Bundaq qilsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qilib kelman, mushundaq qilsa savob jiq bo'ladi deb, men mushundaq qasam qilib bu odam shundaq qasam qilgan bo'lsa, men bu odam nega uchun mengish kerak? Bu odam 13 kuni tavofi ifozatni qilganga qadar bir narsaga mensi qat'iy bo'lmaydi. Meni uloq olsun, meni mashina olsun qat'iy bo'lmaydi. Şu adam tavaf ifazatini qilib bo'lgan qadar 13 kun qilgan tavaf ifazat o mana shu ibadetni qilib bo'lgan qadar bir narsa qat'iy minishga bo'lmaydi. Undan keyin ana ekan 13 kun tavaf ifazat qilib bo'ldimi? Qilib bo'lgandan keyin anaki mashinaga chiqqandi, arvoga chiqqandi, nimaga chiqib qissa o'chan o'zida mana u qasimini buzgan bo'lmaydi. Qasim endi men hajni men mushu nima bilan qilaman, piyoda mengib qilaman degan bu qasam şu adamniki tavofi ifozati qilish bilan bu tugaydi. Chunki haj mana nima hajniki rukni, ya'ni arfat bilan tavofi ifozat. Tavofi ifozatni qilib bo'lgandan keyin bu tugaydi haj. Unidagi odam manamdo, chiqamdo, arvo chiqamdo, mashinaga chiqamdo, o'chaning o'zida qasimi buzib ketdi degan bo'lmaydi. Qasim asosiyati vafo qilib bo'lgan bo'ladi. Buni ona bu ishchi tugaydi. Biz endi hajga aloqador bo'lgan darsimiz hozirgi meni mushayishlik bo'lsin. Yeni bir qator meni yeni bir qator yine dersimiz, yeni bir qator kelishlik arlıqda hammamizning bir-birlarini Allohga topshirdik. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.